Bilasizmi, bu hayotda so'ragan narsamizni olamiz. Chunki niyatlarimiz shunga yarasha bo'ladi. Ammo so'raganimiz gohida o'zimizga zarar bo'lib keladi. Nega shunday? Chunki inson nafsning xohish istaklarini talabiga ko'ra duo qiladi. Kimningdir dilini birov qattiq og'ritsa, Allohim o'zingga kifoya qildim, o'zing ko'rsat deydi. Yomonlik talabida. Yoki oxiratda hisoblashamiz deydi. Nega inson g'azabini yuta olmaydi? Nega kechira olmaydi? Nega Allohga soldim demasdan bir-biriga insof tilamaydi? To'g'ri, mazlumning duosi ijobatdir. Lekin birovning musibatini ko'rib, zavqlanib, xursand bo'lgan musulmon bormi? Duosi ijobat bo'lgandan keyin bunday bo'lishini istamagan edim. Koshki bu gapni gapirmaganimda edi, deb qoladi. G'azab kelganda inson o'ylamasdan gapiradi, keyin esa afsuslanadi. Umuman olganda, har bir narsani so'raganimizda o'zimiz va boshqalar uchun eng xayrlisini so'rash lozim. Masalan, mulk talabidamisiz? Xayrli boylik berding. Farzand talabidamisiz? Ikki dunyoda ko'zimni quvonchi bo'lgan solih zurriyot ato etding. Uy talabidamisiz? Xayrli makon nasib aylading. Rizq talabidamisiz? Rizqimni xayrli qilib ber deb so'rang. Va eng asosiysi, uzoq umr tilaganingizda umringizga albatta baraka va rahmat so'rang. Tilagim barcha niyatlaringizga yetib, dunyodagi eng baxtli inson bo'lib yashang.